Shomurodov va Fayzullayevdan gollar shousi. Başakşehirdan yirik g'alaba. Turkiya Superligasining 17-tur doirasida Nuriy Shahin boshqaruvidagi Istanbul Başakşehir o'z maydonida Gaziantep jamoasini qabul qildi va ishonchli hujumkor o'yin orqali 5-1 hisobda yirik g'alabani qo'lga kiritdi. Ushbu bellashuv o'zbekistonlik futbolchilar uchun haqiqiy benefisga aylandi. Uchrashuvda O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov jamoasining eng faol o'yinchilaridan biri bo'ldi. Hujumchi gol uribgina qolmay, yana bir golli uzatma bilan ham ajralib turdi. Uning maydondagi harakatlari, pozitsiya tanlashi va sheriklarini o'yinga jalb etishi muxlislar va mutaxassislar e'tiborini tortdi. Yosh iste'dod Abbosbek Fayzullayev ham uchrashuvda o'z so'zini ayta oldi. U raqib darvozasini ishg'ol qilib, nomini tabloga yozdirdi. Shu bilan birga jamoaning 4-goli ham aynan Fayzullayevning faolligi samarasi bo'ldi. Uning xavfli uzatmasidan keyin raqib himoyachilari to'pni o'z darvozasiga kiritib qo'yishdi. Bu epizodda Abbosbekning tezkor fikrlashi va texnik mahorati yaqqol namoyon bo'ldi. Bellashuvdan so'ng qator nufuzli sport portallari ularning o'yinini yuqori baholadi. Xususan, FotMob nashri Fayzullayevni 8.3 ballga, Shomurodovni esa 8.5 ballga munosib ko'rdi. Softscore portali esa Abbosbekning o'yinini yanada baland baholab, unga 9.3 ball qo'ydi. Eldor esa 7.9 ball bilan qayd etildi. Flash Score sayti ham o'z reytinglarini e'lon qildi. Unga ko'ra 22 yoshli Fayzullayev 8.2 ball olgan bo'lsa, milliy jamoa sardori Shomurodov 8 ball bilan baholandi. Bu o'yin o'zbekistonlik futbolchilarning Turkiya chempionatidagi nufuzi oshib borayotganini yana bir bor tasdiqladi. Shomurodov va Fayzullayevning barqaror va samarali o'yini nafaqat klubi, balki milliy terma jamoa muxlislariga ham katta umid bag'ishlamoqda.